Ayol kishining ishi erini rozi qilish birinchi o'rinda. Albatta bu farz ibodatlardan keyin deyapman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon ayollar ibodat qilishini yomon ko'rmaydilar. Balki bunga targ'ib qiladilar. Shunday bo'lsa-da, uzundan uzun duolarni qilavermay, komil narsalarni qil deganlar. Endi hozir ayollarda ana shu narsada fiqh yo'q. Voydot, erim namoz o'qigani qo'ymaydi menga deydi. Erim ibodat qilgani qo'ymaydi, ilm o'qigani qo'ymaydi deydi. Bunday eshitgan odamga juda yomon eshittiradi. Musulmonmi ering? Ajrash unaqa erkakdan deb birdaniga shunaqa paytda ba'zilar horut-morudlik qilishni boshlaydi. Ya'ni er bilan xotin o'rtasini buzishdi demoqchiman. Aslida qarasang, u erkak men namoz o'qimasin demayapman deydi. Yoki ilm o'qimasin demayapman deydi. Lekin endi namoz o'qiyman deb, ilm o'qiyman deb soatlab o'tiraverish kerakmi? Mayda bolalar arillab yotibdi, qaramaydi. Oshxonaga qarasang, idish-tovoqlar qavat-qavat bo'lib ketgan, yuvilmaydi. Yoki boshqa ish qilmaydi, o'tirib olib namoz o'qiyapman deydi faqat. Hech kimga yoqmaydi bu narsa. Va keyin shunaqa qilib o'qisin deganmi o'zi namozni? Mana qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto Oysha onamizga aytayaptilar, jami narsani qil. Ya'ni qisqa qilib, lo'nda qilib qil.